Assalomu alaykum. Bizning muntazam kuzatib borayotgan Instagram kanalimiz obunachilari. Menga xudo xolasa Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga, Jalaliq mahallasiga o'sha mashhur Azbek akamiz xonadonlariga katta partiyada liniyali haqiqiy toza hisor qo'zlar keldi. Qo'zlarni ko'ring, ko'rsating aka. Mana qo'zlar zo'rlar kelibdi. Elita chista zo'rlari. Bir-biridan chiroyli ala kappilardan. Qolgan video davomida Aziz akamizdan ma'lumotlarni tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum Aziz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Mana shu qo'zlar liderlardan olib chiqsa aka. Aka o'ta go'zallar, liniyalilar keldi aka, xudo xolasa. Aka buni soni nechta? Aka soni 30 ta. Aha. Nechtasi erkak aka? Buni 28 tasi erkak, 2 tasi urg'ochisi bor aka, 2 dona. O'zligi haqiqiy go'zalni olib chiqsa aka, sifati ham gap bo'lishi mumkin emas aka. Aka o'ta go'zallari, liniyalari, chista hisori mana shunday bo'ladi aka. Qo'z zo'r ekanda narx-navosi qanday bo'ladi buni? Narx-navosini ham chiroyli qilib beramiz aka. Aka bir joyga olaman degan obunachilarimizga nech puldan deysiz aka? 3 million 800 dan bo'lsa, lo'ba joyga dastavkasini qilib beraveramiz. Shuni aka kelishtirib 3,5 dan qilsak bo'lmaydimi aka? Unga kam bo'lib qoladi akajon. Dastavka qayergacha aka, dastavka? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ikkilanishmasin. Hamma narsa xayr sunnat bo'ladi, nech pul kelishgan joy. Endi 38 ga 38 sotmarsiz aka? Bo'ldi, 100 ming xayriga o'tib beraman aka. Aka menga qarang, men ham nomer so'ramayman. Bitta so'rayman, agar to'g'ri kelsa-da 3 million 600 mingdan aka dastavka qilib berasizmi aka? Aka, obunachilaringiz uchun 3 million 600 mingdan bor aka dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab ketaveradi aka. Faqat aka bitta yomon taraf bor. 5 ta 6 ta oldim degan obunachilar, eng kami 5 ta olgan obunachilaringizga dastavka qilib beramiz. Bir joyga olganigacha. Bir joyga olgan obunachilaringizga 3,5 milliondan beraman aka. 12 viloyatga ham ketaveradimi aka? 12 viloyatga ham ketaveradi. Bexijob. 12 viloyatga ham, ha? Ha, ikkilanishmasin. Qo'zlar zo'r aka. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, shu qo'zlarimiz yoqqan bo'lsa, xudo xolasa menga Husan optimga bitta like, bitta podpiska bosib qo'yasizlar. Bundan ham chiroyli videolarni chiqarishga davom etaveramiz. Kommentariya plyus qoldirib qo'yaveringlar.